Yanına barımız canım. Çingdao bilan Weixayga barmiz. Ahir mana sizlarga vlogni qilib bergan bo'ldim do'stlar. Beksechiq oldiratdinglar, lekin mana 3 kun to'xtamay o'ynagandagi mana shpin yasig'idek vaqt yo'q bo'lib qoldi. Endi hozir nega ketib boramiz degan vaqtimizda mushu Jinandan Qingdao tarafga ketib boramiz. Yo'lni unda jiroq bo'lmagandan keyin kechsa bu biraqlamash Qingdaoga berib yotaylik deb. Hozir Qingdaoga kelgandan keyin men bir oshxona bor ekan. Mushu oshxonadan cho'qim ma go'yruqlar masni yeb yiqqanlar jumun vex o'xshaydi ekan. Ishkelan bir taqsida malag'i meni yevatgandan keyin mana 3 kun oyog'i yegan tomoqlarimizning ichida hammadan sinishib bo'ldi deb degan maqtab mana buga yotadigan yotqimiz keldik. Dengiz bo'yining qishirkilam yotoqnashgan to'q ma yotoqning ichidan shpin tatib etsem chiroq qatdi bu geliye. Atsadagi o'rnimizda qo'pab mashitimizni aylandik hamda o'zimizmi mushu dengiz bo'yining qishiq berib kelaylik deb kelgan to'q bu ham shunda payzi ma ishtimizni yo'lda mang'ussaq degan. Hamma adam ash kayinlik burilib turib qaraydi. Mana tishingiz pek yo'g'an emasmi? Hamda eg'irligi shu taxminan 68 kilo chiqdi ishtimizdan. Dehshat yo'g'an. Kuki oyoqda dengiz ma shpin boslishi bizga oyoqlarga yaxshi. Ha. Matunigimiz yatqayotqimizning qishidilab shunchalik yaqin bir yerda Qingdaodagi kelib daka qilishga tegishlik bo'lgan bir yer ekan. To'q mana bu yegim kelib shkelar rasmini tushib shpinlar tatib qo'yatgandiki yotoqqa kirib narsimizni aplama u bir cherkov ekan. Shu cherkovga keldik. Bu cherkovning oldidami vahshiy umoq narsalarni sotadigan yerlar ekan. Bir xil qishindan funga qilib qo'yibdi ekan. To'q bu yerlarni ko'rib, hamda mana cherkovdan bir aqir daka qilyapti. Daka qilib ma yo'ldoshim to'xtamay mu Shinxoshanning ustiga chiqsa bek chiroyli ko'rindi degan tamom qo'ldab qarsak vahshiy bir pashan qildi ekanmiz. Shu bilan bo'ldilar deb hamda yana bir jedos ekan. Müştiyada kilayli desek dostlar. Maşin to'xtatilgan yer yo'q. Bulunbek bizning mashinamiz yo'g'an bo'lgandan keyin bir xilma yo'llar qarasanglar bag'u o'zinglarning bir hangoq gap qilganda kesib qoldi ekansiz. Atdigan qo'pqanning oyog'izma yo'l tushmish kelar og'zimizga hech nima olmaylamush peqirab ketgandiki qo'saqdiga ichib bir yak badi mana yan tunugunki oshxonaga kelib men lazro bamiydi. Yo'ldushim da benji bamiy yeb degan chiroyning xushonligini ko'rganman tangrim. Endi bu tomoqlarni yeb bo'lgandan keyin mushu Qingdao pijo degan bir go'nchang spakan mushu cho'qim kilonlar jumo vahshi chiroyliga mana ishchi. Basimga tushdigan yalan beksatchiqga anandki ishchi kirib mush mumpiyoslab kirsanglar bikaliq pijolar ishib chiqib ketadi ekansizlar. Mush Qingdao pijom beksa dongliq qo'yamdi. Eydon bidon deb ikki binoga ayrildi ekan. Endi bularning ishirki eydonsini ishga kirsanglar asos jihatdan bir xil ko'radigan narsa jiq emas ekan, lekin mushlarning tarixi yozilgan ekan. Ma bidonsini ishchi vahshi payzga jumush qilib rasm tutsanglarmi yoki shpinaq tasanglarmi chiroyli chiqadigan yerlari daka qilgan yerlari beksa jiq ekan. Buning ichidan bir aqir peqardiq ma yo'ldoshim bicharamda bunda titib baqayt amal yo'q deb mashina dedi shunashqa yo'ldoshim tityapmidi. Buning ichiga kirgandan keyin undan bundan ilvabdiq manda pijoning sal azroq tarkibi bor bir bingur bakan to'qmushnabmi yapaqtoq vahshi payzga buning ta'min. Hamda bin shantiyalarni ilvabdiq degandek ma bin shantiya kesilimiz bor. Burundan tatib sayat qilsak ashar bir shaharning ashu bin shantiyasini ilib oldik. Hamda Qingdaoning ma Qingdao pijosining bin shantiyasini ilib oldik. Anadagi mana bir cho'kilar bakan mushlarni opdiq. Ma yo'ldoshim qattiq pijo ilib oldi. Shanchang pijo ilib oldi. Ma Qingdao pijoning ichidan peqirab chiqib ketgandan qarsak sal kun tushib qopdi. Chiqib talam bir xil qorong'u bo'lay deb qopdi ekan. To'q hamda ma dengiz bo'yiga berish mumkin emas. Adam degan vahshi jiq bo'ldi. Hamda bu dengiz bo'yini biz jiq ko'rib ketgan deb azimish bir yersiz pakan to'qmish keldik. Bu kelib oldi bilan mushu taypiya o'ynab turib boshildik deb talayni bir sinab baqayli dedi desek nadikining 300 nacha qo'yib uttiribdi. Bo'ptilar deb mana peqirab yeydigan narsalarni yeb, mana oldigan narsalarimizni ilib qilayotgandan keyin bu ham udullar shu Weixayga kirkitimiz hamda Qingdao tarafda yotmaymiz. Bizning vaqtimiz vahshiy qiz, chunki biz ma Changbayshanning yotqin dingli qilib qo'yganmiz. Ma 21-slagan. Shunashqa dehshat oldirashudikchimi mana 3 kun. Ma qismda hamda shu Qingdaoning shpinsini chiqarib qo'ysam ham cho'qim qonmaysizlar, baqis qo'yib qoldi. Ma shunashqa biraqlan Weixayninkini chiqaraydi ya. Hamda Weixay qaytib kelgandan keyin mana yeydigan narsalarni yaplab atsi tongati bushkelar o'rtamizda qo'pab tayyorliklarimizni qilib bo'lgandan keyin shu bir paraxut bog'u. Bu paraxut shu dengizning ustida turib qolgan bir paraxut shunda bir dakadiyan bo'lib ketdi. Bu amaliyotda bu hukumatmi ya qo'yib qo'ymabdi, faqat bir lobanning paraxuti asha to'xtab kelib, endi amalsizlikda ishirib butun narsani achishib ketgan bir ekan to'q. Shu bilan bu paraxut misha turib degan shunda bir xil hayvat bek chiroyli chiqdi emas. Mashkelar degan xushal bu yer keldik deb degan chayqirishi bu kunimi vahshiy geyli jumu atsdan boshlab biroqlam tumanli qo'yib ketibdi. Qarsak bir necha mashinalar shu dengiz bo'yining qishig'lan mashinasini to'xtatib qo'yib rasmini tushib qo'yibdi. To'xtabdi bizmi kirib baqayli deb hozir mana kirib ketbarmiz. Shunda payz kirib ketdik. Gap so'z yo'q kirib ketimiz. Kirib shu bilan mana rasmini tushib degan va mana mashinamiz bilan tushib oldik-da bu Weixayning dengizda. Bag'an siri ma Dongbay tarafga yaqinlashgan siri kun vahshiy chaqan tushib ketib bordi. Hozir 5 bular bo'lmaydi. Mana quyosh tushib bo'ldi. Endi bu ishkelan vaqtni sirab qilmayli bo'ldi. Gachchida mishlarning bir yeshi spaka shu barayli deb tursak, ma mashina to'xtatib qo'yib chiqsaqlar bir jinko chavshi deydi. Buni ishchi kirsanglar ma ko'dinglar
o'zinglarmi raslam uzanglarni bir xil xangoq gap qilgandek his qilgansizlar jumu vexay tarafni peqarsanlar bilsizlar. Hamda bundan ichida shu oldigan narsalarni optoq bir degan narsalarni ilvatganki mamashtimizning qo'ydigan yer yo'q do'smi yana bir muncha narsalarni ilib oldik shuma tövbe. Hamda mana yershisi kelgan to'q bu yershisi hamda biz yelaydigan narsalar unchalar jiq emas ekan, lekin hamda tanlab turib, so'rab turib, unda qilib turib olsanglar bo'ldi ekan. Chiqib ma olgan eng arzon narsamiz hamda eng payz narsamiz ma tavmay so'p qopda bir xalta tavmayni 10 qo'yib oldik. Vekchi arzon. Biz hisobda ma vexay shunda saqildik, ma qayig'ishni qayog'di deydi, at yog'di deydi, bo'pti bo'l. Biroqlan beritayli degan debmish bir jiyada osbag'u torladi vekchi xo'lib ketgan. Shu yer kelsak ma adamni tangrim vekchi adamjiq. Do'stlar bu bir yer xo'lib kes bo'lmaydi-ku. Juma adam degan mig'mig biz oldingi yil kelmaganga dashat pushaymon qilib ketdik. Bo'ldilamdi bu yana bular yer mushoqshaydi deblam endi kechdi bir berib ammo qilayli deb ammo xondan birini aran test tipib bu yer kirib endi badallarimiz bir aqir ulib o'tgandan keyin rahatlanib yotoqqa qaytib kirib degan bir kun uxlaytib atsatiga mana yentayga qarab mandoq. Hisobda yentayda yo'lga chiqib 3-kuni Changbayshanga bordik. Orliqda Tenjingda bir kesh yotdik, anadan Shenyangda bir kesh yotdik. Eng oxirgi kuni mana Changbayshan taraf qarab ketib borsak yo'lda degan shunda qilin shunda payz qala yig'ib ketgan Timashkedan degan xushal ma cho'nchen turish jarayonimizni qattiq ko'rib baxmagandan keyin vaqtimiz shu Donbeyga qa o'ynaymiz deb bordik. Bunda desak balkim jiqdiranlar ma Shinjang tarafdan qaba tusa deb o'ylab qilishinglar mumkin. Lekin ham bu Shinjangda kichkimizni tortib cho'ng olgandan keyin boshqa yerlarning qalarini ko'rib beqishimiz kerak-ku. Endi mana Changbayshanga kap tusaqlam degan ikmayotaqlar o'rlishib teshik ko'kuni og'il chiqsa qadiga yig'ib qo'yibdi. Vahshi qilin yog'di juma bu kuni. Mushlam deydi ham 28 kun yog'iz qa yog'midi sizlar kaplam vahshi qayig'ib ketdi deganda oldin qishli mashta bo'lgan juma biz mushu Changbayshan kelishimiz bilan dahshat qilin qayig'ib ketgandi. Bu teshida bir aqir o'ynab qilayotgan degan yotoq qaytib kirib mush yotoqning birinchi qatadilam oshxonasi pakkan to'q bu yerda ishki xil saylarni qo'ritib qo'saqni to'ydirib olgandan keyin mana yotoq qaytib kirib men qattiq meja yasayapman-da men burundan tatib o'zim yasayman mejalarni. Atidan boshlab mushu Changbayshanning vloglarini chiqarib berman. Men cho'qqin vaqt-vaqtda chiqarman endi. Mamini guanjoq qilishni unutqanmanglar, shpinimni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, deyan saqlashni unutqanmanglar. Atidagi qismini ko'rsanglar, xayr xo'sh.